Yili sal teparoq avtomat Spark so'raganlar uchun boshlang'ich $1500 bilan mana shu 2017-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 61 000 kilometr yurgan mana shu Spark avtomat mashinamiz halollansa savdoga berilyapti akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Obzor qilib beramiz akalar, ketdik. Yil 2017 akalar LED farlar ko'rib turgan bo'lsangiz, motor katta motor, xudo xolisi mashina stok holatda, ishoningiz, motorlari ham soatda ishlab turibdi. Hech qanaqa ish yo'q. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz. Balon holatlari ham juda ham yaxshi. Xudo xolisi akkuratni haydasiz, 2-3 yil xudo xolisi xizmatingizni qilib beradi. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar, obshivkalarni qarang, tinib bo'lib turishini, o'zidan radnoy chexollari, poliklari yaxshi holatda, o'zining mamlaqa rollari, tarpetgan ustiga ham yaxshi chexollar, 61 000 probek akalar, chekin o'chirib beraman dedilar. Xudo xolisi mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi bor. Kondisionerlargacha xudo xolisi mo'shni ishlaydi. Tepada Bradwaylarni ham zo'ridan qo'yib qo'ygan ekanlar. Xudo xolisi. Mashina to'laqonli benzinda yuradi. Mana akalar, ko'ringlar, orqalarini ham chiroyli bo'lib turibdi. Bagajni ochish menga emas edi, mayli, sizlar uchun mana ochib beraman akalar. Qarang. Bagajlari ham yaxshi tinib bo'lib turibdi aka. Vobshe tinib. Kraskasi ham top-toza. Umuman kalta yemagan, yaxshi mashina akalar. Faqat Toshkent shaharga beraman deb turibdi. Toshkent atroflari, misol uchun Nazarbek kelis bo'lsa, xudo xolisi yo'lgan beraveradilar. Xo'p, boshiga $1500 berasiz. Oylik to'lov keladigan bo'lsa, egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi akalar. Yana bir narsani eslatib o'tib ketdik aka. Buni misol uchun hozir bittasi keladi, kommentariyaga boshlang'ich to'lovsiz beryapti, aka deydi. Aka, u kredit u. Biz faqat nasiya savdo bilan shug'ullanamiz. Nasiya savdo bilan kreditda farqi bor aka. Xullas, tushungan akalar, tegidagilar nomerlarini yozib qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r Spark qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.